Bilasizmi, futbol tarixidagi eng tez o'yinchi deyarli gepard kabi tez yuguradi. Mana, barcha davrlarning eng tez 5 ta o'yinchisi. 5-raqam Mickey van de Ven. Gollandiyalik himoyachi soatiga 36.9 km tezlikka yetdi. Uning o'lchamidagi o'yinchi uchun hayratlanarli tezlik. 4-o'rin Thierry Henry. Fransuz afsonasi soatiga 37.5 km ga yetdi. Bu maksimal tezlik. Uni mudofaa uchun haqiqiy tahdidga aylantirdi. 3-o'rin Kylian Mbappe. Maksimal tezligi soatiga 38 km bo'lgan fransuz qarshi hujumlarda kuchli quroq hisoblanadi. Uning halokatli tezlanishlari mudofaa chiziqlarini parchalab tashlaydi. 2-o'rin Cristiano Ronaldo. Soatiga 38.9 km tezlikda portugaliyalik kuch va tezlik eng yuqori darajada ham birga yurishi mumkinligini isbotlaydi. U to'xtatib bo'lmas edi. Tengsiz birinchi o'yinchi. Soatiga 39.5 km tezlikdagi ajoyib maksimal tezligi bilan u tarixdagi eng tez o'yinchi bo'ldi. Kimligini bilasanmi? Izohlarda ismini yozing.